Eko shahardagi obyektimizga penobloklarimiz yetib keldi. Penoblokda ko'pchilik uy qurib bo'lmaydi deb ishonmaydi. Ustaki, otib yuboringchi, penoblok sifatini ko'raylikchi. Mana ko'rdilaring, yana bittasini sal uzoqroqqa, qattiqroq oting. Ko'ryapsizlar, o'ta ham mustahkam. Uyimizga 1,5 minut atrofida penoblok ketadi. Patologlari uchuv qirg'i bo'ldi. O'zi aslida hozirgi uylar 3 metr balandlikda bo'lyapti. Keyingi videolarimizni kuzatishda davom etib ketsalaring, aytganimizdek uy bitguniga qadar necha pul rasxod ketdi, qancha ketdi hisoblab boriladi. Penobloklarimiz hozirgi kunda narxi 10 mingdan bo'lyapti. Ustaka, penoblokni necha puldan uryapsizlar? Hozirgi kunda 7 ming atrofida urilyapti.